O'zbekiston xalq shoiri, O'zbekiston qahramoni unvoni sohibi, shoir, tarjimon va jamoat arbobi Abdulla Oripov tavalludining 84 yilligi munosabati bilan ta'lim maskanlarida ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar, ijodiy kechalar tashkil etilmoqda. Poytaxtimizda o'tkazilgan ana shunday jarayondan muxbirimiz Sevara Yunusova xabar beradi. Qashqadaryo viloyati Koson tumanining Ko'z qishlog'ida dunyoga kelgan Abdulla Oripov 1941-yil 21-mart kuni tavallud topgan bo'lib, u 1958-yilda o'rta maktabni oltin medal bilan tamomlagan. Talabalik davrida respublika matbuotida Qushcha nomli ilk she'ri nashr qilingan. Shundan keyin uning ijodiy faoliyati yuqoriga parvoz eta boshlagan. Shoir ketma-ket o'zbek adabiyotining yorqin namunalariga aylanadigan she'rlar yozishni va uni ommaga havola qilishni boshlagan. Shoirning ilk she'riy to'plami Mitti yulduz nomi bilan 1965-yil o'quvchilarga havola etildi va qalblardan joy oldi. Sermahsul ijodkor nafaqat she'rlar yozgan, balki dostonchilikda ham o'z iste'dodini ko'rsata olgan. Bugun u oramizda bo'lmasa ham asarlari orqali mangu yashaydi. Toshkent Kimyo xalqaro universitetida tashkil etilgan xotira kechasida talabalar ijodkorning yozgan qissalari asosida sahna ko'rinishlar namoyish etib, shoirning she'rlarini yoddan aytib berdilar. Universitetimizda o'sha buyuk adiblarning yubiley sanalari, tug'ilgan kunlari har yil nishonlanib kelinadi. Jumladan Abdulla Oripov ijodi alohida o'zgacha bir kayfiyatni o'tkazdi. Sababi bilamizki, bu kishi O'zbekiston madhiyasining muallifi hisoblanadi. Bu tadbirga bizning universitetimizdagi barcha talabalar deyarli jalb qilingan. Jumladan maktabgacha ta'lim, boshlang'ich ta'lim, maxsus pedagogika va psixologiya yo'nalishlari talabalari kengroq jalb qilingan. Sababi shundaki, aynan yosh avlodga mana shu ta'lim yo'nalish talabalari kelajakda dars berishadi. Shoirning she'rlaridagi o'ziga xos jihati milliy she'riyatimizda yangi poetik tafakkurni olib kirgan. Falsafiy mushohadaga boy asarlari hali hanuz dolzarb va mushtariylar orasida ommabopligi bilan boshqa ijod ahlining qalamidan ajralib turadi. Adabiyotshunos, olim, yozuvchi va shoirlarni xotirlash kelajak avlodga yangi kuch, motivatsiya va ilhom bag'ishlasa ajabmas. Sevara Yunusova, Asror Ibrohimov, yoshlar.